Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Makey Qadamjoy rayonuna qarashli Peravalda o'ng yoqqa burilib kirsak, bu mashina o'tib ketayotganda alaqsib qoldim, hurmatli ko'ruvchilar, biroz kechirasizlar. O'ng yoqdan Qarabuloq jaylov cho'p ulishdir. Kuldi aylanib turgan Hasan akamiz jaylovga kelibdir. Ne tamoq pishirayni otasam Hasan aka? Uruvelar bunday o'zimni o'chiratim kelib qolibdi, shuni aqarib. Bugun ber siylab qo'yaman topamdi. Eng yaxshi, enelarni siylash kerak. Eng yaxshi. Makey, kuldi aylanib turgani Hasan akamiz. Benzin bu moshuncha qo'yadi. Bu benzin, hurmatli ko'ruvchilar, o benzin bilan hozir o'tinni kuygizindi. Cho'p o'rg'oncha kelishibdir yasalgani. Utaruzdan ne kechajadingizlarmi? Ha, bushqi. Bushqi mana bu yoqda semeyni kelibdir. Cho'ngini o'zi kelibdir mana. Cho'ngini yasalu yoqdimi? Zo'r ekan-da. Qalasizda. Malika cho'ngini o'z bo'l. Kuldi aylanib turg'uni. Nage bu yoqында porterda azamat yigitlar baldarda o'tib ketib o'tadi. Cho'yni olib kelgani. Mana bu yoqında odamlar o'rdirib cho'ptirdi. Jinashqani keldi. Ne oldu otunuz küydü? Kuydat. Ovqat keltirasiz da bugun. Ko'rmading ha? Qo'rma. Xudo xolasa kelamiz olib tomoq pishsin. Xudo xolasa. Qarabuloqdan bordiga jetadi. Yaxshi qilib, tamomni qilib pishiravering. Bu yoqında mana traktor cho'g'iri boshladi. Porterlar o'tdi, odamlar ham kelib boshladi. Prestin bahsi 200 so'm, hurmatli ko'ruvchilar. Shu yerda Ordudan ham Peravaldan olib ketam desangizlar, Peravaldan Qarabuloqdan Peravalga olib chiqib beradi. Bu yer hozir men turgan yer Peravalgachayin o'rta araliq 4 kilometr 5 kilometr chiqib qoladi. O'sha yoqqa chiqarib bersa, agar olam desangizlar, mumkin 190, 180, 170 skidka bo'lsa kerak. Biroq negadir bu yil çok bunchalik qimmat bo'lib ketgan, tan qolishdi. Çok oz bo'lganiga desa, Xudoga shukr, mana Alloh yaxshilab cho'pni beribdir. Mana traktor o'rib жатады. Nar жағını қолда o'ramiz. Hozir bizning ulush shu yer 12 metrdan 4 odamning ulushi. Cho'p qo'yoq, yaxshi mana. Cho'p qo'yoq. Spartsat. Traktorun organını dağı tartır basıp koyayım. Yağmur attı. Uzağına attı.